Xodiyev akademiya kun savol loyihasi 16-kun. Birinchi savolimiz demak. Rasmda uzunligi 1500 metr bo'lgan bir tunnel va tunnelga 1,8 kilometr masofada joylashgan qalinligi e'tiborga olinmaydigan stol signal ustuni signalizatsiya diragi ko'rsatilgan. Uzunligi 150 metr, soatiga 90 km tezlik bilan harakatlanayotgan bir poyezd tunnelga kirgandan boshlab signal ustunidan to'liq o'tib ketgungacha necha soniya kerak bo'ladi? Xo'p, bu holatda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu poyezdning uzunligi. Nima uchun? Sababi mana bu tunnelga kirganidan boshlab debdi. Tunnelga kirishidan boshlab to signalizatsiya ustunidan o'tib ketguniga qadar. Xo'p, demak, tunnelga kirishni boshladi, 1350 metr masofani bosib o'tdi, 1,8 kilometr masofani bosib o'tdi, lekin mana bu signalizatsiya diragini oldiga kelib to'xtab qoladi. To'liq o'tib ketishi uchun mana shu o'zini masofasini ham bosib bu tarafga siljishi kerak demak. Shuni hisobga olsak, xo'p. Tunnelning uzunligi mana bu 1800 metr masofa va o'zini masofasini to'laqonli qo'shamiz demak. Bu yerdagi 1350 metr, bu yerdagi 1800 metr va signalizatsiya diragidan o'tib ketgandagi 150 metr, ya'ni uzunligini hammasini qo'shamiz. 1350 plus 1800 plus 1500 3300 metr paydo bo'ladi demak bizda. Xo'p, soatiga 90 km. 90 km taqsim soat. Buni metr taqsim sekundga o'tkazamiz. Sababi necha soniya kerak bo'ladi degan savol berilyapti. Masofamiz ham metrda turibdi bizda. 90 ko'paytirilgan 1000 metr taqsim 3600 sekund. Bu ham 90 taqsim 3,6 ni berib, xo'sh, javobimiz 900 taqsim 36 desak, 3 ga qisqartirib yuborsak 300 taqsim 12, 4 ga qisqartirib yuborsak 3 kere 25, demak 25 metr taqsim sekundni berar ekan. Xo'p, umumiy uzunligimiz 3300 ni bo'lamiz 25 ga, bu 33 ko'paytirilgan 4 sekund bo'lib 132 sekundni beradi. Demak, akal bo'lar ekan. Xo'p, keyingi masalamiz. Berilganlarga ko'ra x ni qiymatini toping. Bu yerda xo'p, CD bilan AB'miz o'zaro parallel, AK bilan EF'miz o'zaro parallel. Xo'p, mana bu chizig'ini davom ettirib olamiz. Parallel mana bu bilan parallel. 130 gradusni to'ldiruvchisi 50 gradus bo'ladi. Parallel bo'lganligi uchun mana bu 80 gradusimizni to'ldiruvchisi 100 gradus bo'lib bu yerga o'tadi. Demak, ichki almashuvchi burchak desak ham bo'ladi. Mana bu 80 gradusimiz pastga o'tib qolar ekan. Ichki burchaklar yig'indisidan x'imizga 50 gradus qiymat to'g'ri keladi. Dekaldi. Keyingi masalamiz. Xo'p, bir tadbirga kelgan Ali, Burak, Chengiz, Demer, Eren va Fikret ismli 6 do'st uchun atrofida 6 ta stul bo'lgan, rasmda ko'rsatilgan stul ajratilgan. Oralari yonma-yon bo'lgan Ali va Burak stol atrofida degan. Xo'p, bir tomondagi stullarda yonma-yon tomonda ham o'tira olmaydi, bir-biriga ro'par, ya'ni qarama-qarshi stullarda ham o'tirishni istamaydi. Bunga ko'ra bu 6 do'st stol atrofida necha xil usulda o'tira oladi? Xo'p, demak, shartimizda Ali shu yerda o'tirsa, Burak bu yerda va bu yerda o'tira olmaydi. Agar Ali bu yerda o'tirsa, uni qarshisida Burak o'tira olmaydi. Qolgan joylarda demak o'tirishi mumkin ekan. Shu holatlarni biz sanab chiqamiz. Qani nechta holat bo'lar ekan? Alini joylashtirib chiqamiz demak. Ali bu yerda bo'lsa, Burak bu yerga o'tira olmaydi, bu yerga ham o'tira olmaydi. Bir tomonda degan shartini e'tiborga olsak, ikkita yon tomonda o'tira olmaydi va uni qarshisida o'tira olmaydi. Demak, Burakka o'tirish uchun ikkita o'rin bor. Demak, birinchi holatimizda ikkita joy bor.
ikkinchi holatini ko'ramiz. Agar Alini mana bu yerga joylashtirsak, ikkita yon tomonda o'tira olmaydi va uni qarshisida o'tira olmaydi. Demak, yana ikkita burakda o'tirish uchun imkoniyat bor. Keyingi holat, agar bu yerga o'tirsak, Alini bu yerga joylashtirsak, uni qarshisida va ikkita yon tomonda o'tira olmaydi. Shuni hisobiga burakda yana ikkita imkoniyat bor. Keyingi holati ham xuddi shunday. Agar Alini bu yerga joylashtirsak, bu yerga va bu yerga o'tira olmaydi. Ikkita imkoniyati bor. Xo'p, keyingi holatida ham xuddi shu. Joylashtirsak bu yerga, xo'p, bu yerga va bu yerga o'tira olmaydi. Qolgan ikkita holatda o'tira oladi. Keyingi holatda bu yerga joylashtirsak, yoniga va yoniga o'tira olmaydi, qarshisiga o'tira olmaydi. Yana ikkita imkoniyati bor. Xo'p, shuni hisobga olsak, Alini 6 ta joyga ham o'tkazishimiz mumkin, lekin shu 6 ta holatida ham burak faqatgina ikkita joyga o'tira oladi. Demak, bizda 6 ta joy bor desak ham 2, 3, 4, 5, 6 ta joyimiz bor. Alini ixtiyoriy 6 tasiga joylashtirishimiz mumkin, faqat burakni ikkita joyga joylashtirishimiz mumkin ekan. Demak, Alini imkoniyati 6 ta, burakda 2 ta, qolgan bo'sh qolgan 4 ta joyga yuqorida ismi keltirilgan Cengiz, Demer, Eren, Fikretlarni o'rinlarini almashtirib joylashtirishimiz mumkin. O'rin almashtirish qoidasiga ko'ra 4 faktorialga tushadi. Demak, 12 ko'paytirilgan 1, 2, 3, 4. 12 kara 24 bo'lib 288 xil usulda joylashtirishimiz mumkin ekan. Sekaldi. Shu bilan yechimimiz yakunlandi.